olsun. Muhtaram Oliy Boshqo'mondoni, Innovatsiya texnologiyalar markazi taqdimotga tayyor. Mudofaa sanoati bo'yicha ham ko'ryapmiz birinchi qadamlar. Biz juda katta ish qilishimiz kerak. Mudofaa nuqtai nazaridan, intellekt bo'yicha, dunyoqarash bo'yicha, raqamlashtirish bo'yicha, askarlarni, ofitserlarni tayinlash bo'yicha. Agar biz mudofaamizga bilim kirgizmasak, innovatsiya kirgizmasak, sun'iy intellekt kirgizmasak, hozirgi tahdidlarga, xurujlarga biz tayyor bo'la olmaymiz. Buyuk mehnatkash xalqimizni tinchligini ta'minlashga hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak.